Salom, sizlar bilan Go'shtlik hozir bir yana aytib ketaman. 4G chiqish uchun nima deb yozib ko'ramiz. Men o'shanga haqida bitta fakt aytaman. Men ko'rsataymi? Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan xohlagan joyda 4G chiqarishni telefonga kirib, hop 406 panjaralar ma'lumoti birga kiramiz. So'ng xohlaganingizga kirasiz. To'xtang, mana shu yerda xato ketadi. Va bu yerda onlayni bosmang. Bossangiz temporalarni light bo'lsa bo'ladi. Hozir sinab ko'ring. Hozir aytaman sizlarga. Hozir nega ko'rsataman. qilamiz. Va shu Leti onlayn qilib, mana buni qilib ko'raman. O'xshamasa, menga yo'q, ana aytgan narsasi emas. Mana telefon qo'ymas mana. Leti o'miz auto turibdi. Leti onlayn qilamiz o'tdi. Qirov so'rdi chiqdi qarab turadi. Oxirgi telefon. O'chib qoladi. Aniq bu. Buni to'g'rilaymiz. Ular xato beradi har doim. Men ko'rsam xato chiqqan. Shunday onlaynda mana shu zaytni auto o'tkazsak mana. To'g'ri telefon. Unga ishon qo'shiladi. Qilaveringlar. Menga ishonsanglar like va obuna bo'linglar.